Bu dunyoda ukaning xotiniga xavfli odam kim? Qaynopa. Uni aytganini qilmasang bolangga ona yomon deydiganlaring kim? Qaynopa. Hoy kelin, aytganimni qil. Kirlarimni yuvib olamga qara. Agar onamga, ukamga g'ing desang ajrashtir oraman. Qaynopajonim, qo'lingiz bo'lay. Qaynopajonim, itingiz bo'lay. Opajon, erim opasi degansiz, o'zingizdan ketib qolmayapsizmi? Hech bo'lmasa shu bagema qolsin uyimizda. O'zi siz bu bagemani qayerdan kelganini bilasizmi? Bu bagemani menga oyim Italiyadan olib kelib berganlar. Buni hech kimga berib qo'ymayman. Hozir Italiyadan chiqazaman men seni. Opa? Yaxshiyam kelding-ku, xotiningni qara. Keng dunyoga siqqan. Ota hovlimga sig'may qolma. Xotiningga hozirgina asalim kelinim. Ukam yaxshiyam shunaqa chiroyli bagema do'kon ochib bergan-a desam, tashatib urib chiqib keting dedi. Urdi? Urdi. Hali senmi men opam uradigan? Ushlab turing. Mana qo'yursen. Adavotdilar. Sekinroq ur.